Nima? Birinchi telefonga kelayotgan qo'ng'iroqlarni ikkinchi telefonga yo'naltirishni o'rgating. Telegramni bildirmasdan ulashni ham o'rgating. Voy, siz yomon ekansiz-ku. To'g'risini ayting, kimni kuzatmoqchisiz? Keling, men sizga bo'p deb birinchi telefonga kelayotgan qo'ng'iroqni ikkinchi telefonga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirishni o'rgataman. Lekin faqatgina yaxshilik uchun ishlataman deb va'da bering. Bu videoga bir dona like bosib qo'ying va bu videoni eng yaqin do'stiga jo'natib qo'ying, chunki sizga kerak bo'lib qolganda osongina topib olasiz. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Nima boshladik? Qaranglar, bu telefon o'rtog'ingiz telefoni, bunga keladigan qo'ng'iroq sizni telefonga chaqirish kerak, to'g'rimi? Ha. Ikkita yulduzcha 21 yulduzcha qilamizda nomerni beramiz. Misol uchun 91lik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xo'p, reshotkani bitta qo'yib, bitta bosganimizdan so'ng bunga kelayotgan qo'ng'iroqlar avtomatik bunga kelmaydi-da, sizning telefoningizga boradi. Va agar ishlatib bo'lganingizdan so'ng tarmoqni o'chirish uchun reshotka 21 reshotka qilib jo'natamiz va yana asli holatiga qaytadi. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib bo'lmasligi uchun like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.